Assalomu alaykum. Aziz oqila opa-singillar, hammalaringizga xayrli kun. Azizlar, bugun men eng oson salatni qilib ko'rsatmoqchiman. Bu salatni kattalar ham, kichkinalar ham albatta suyib iste'mol qilishadi deb o'ylayman. Bu vinegret salati. Vinegret salati ko'pincha qishki salat desak ham bo'ladi. Chunki judayam vitaminlarga boy salat. Yozda bu salatni qilsangiz qilmaysiz, chunki yozda organizm vitaminga to'yingan bo'ladi. Shuning uchun buni biz qishki kunlarda qilishga harakat qilamiz. Vinegret salatiga mana oddiy sabzavotlar ishlatiladi. Kartoshka qaynatdim, so'zi, loviya, mana o'zimizning oddiy loviya. Kvashini kapusta qilganman. Shu kvashini kapusta, agar kvashini kapustangiz yo'q bo'lsa, tuzlangan karam bo'ladi. Va tuzlangan bodring. Men o'zimda bor mahsulotlardan foydalanishga harakat qildim. Azizlar, kuni kecha xabaringiz bor. Men qizilchadan konserva yopganman. Mana konserva nimaga? Mana shunday paytlarda juda ham qo'l keladi, qaynatib o'tirmaysiz. Mana bittasini ochib, men mana shu qizilchadan foydalanaman. Pishirilgan, tayyor. Mana juda ham ajoyib. Mana suvi ichiladi. Men uksus solmaganman. Uksussiz qilaman. Qizil lavlagini konservasini. Shuning uchun suvni bemalol ichsangiz bo'ladi. Mana azizlar, men hozir hamma mahsulotni to'g'rayman kubik shaklda va keyin sizga qolganini ko'rsataman. Azizlar, mana men vinegret salatiga sariq so'zi, qizil so'zi aralashtirib ishlataman. Hammangizga yaxshi ma'lum, sariq so'zi qizil so'ziga nisbatan ham shirinroq, ham suvliroq bo'ladi. Shuning uchun sariq so'zini men juda ham yaxshi ko'raman. Sariq so'zdan ko'proq foydalanaman. Ko'p tayyorlanadigan oziq ovqatlarga. Shu o'rinda yana men piyoz, biz mana bolaligimizda onamiz bizga qilib berganlarida albatta piyozni, oq piyozni to'g'rab, moyga qovurib, keyin salatga solar edilar. Men bugun bunday qilmayapman. Mana огородdan mana ko'k piyoz terib chiqdim hozir. Ko'k piyoz solaman. Mahsulotlarni o'ta mayda to'g'ramaysiz. 1 santimetrdan kichkina 0,5 dan sal dadil qilsangiz ham bo'ladi. Bo'lmasam 0,5 qilib to'g'rashingiz mumkin. 1 santimetrga shart emas qalinlikda to'g'rash. Mana men shunday qilib to'g'rab borasiz. Azizlar, to'g'ralgan barcha mahsulotlarni nima qilamiz? Biz aralash qilamiz. Keragicha solib, mana karam mahsulotini mana solamiz. Mana kvashini kapustani o'zim tayyorlaganman. Juda ham yaxshi. Mana shunday narsalarga juda ham yaxshi. Albatta men azizlar, mana hozir bu salatni albatta o'ylayman hamma biladi, hamma ayollar biladi. Faqat esidan chiqib qolgan bo'lishi mumkin. Men shunchaki eslatish uchun sizlarga yana bir karra azizlar, mana ana endi hammasini nima qilamiz? Aralash qilib yuboramiz va ustidan 3-4 qoshiq o'simlik yog'i nima qilamiz? Solib yuboramiz. Azizlar, tuzi namagini ko'rasiz. Mana ko'rdingizmi? Juda ham vitaminga boy salat, qishki salat. Azizlar, bolajonlar organizmi qishda ancha toliqib qoladi. Bu mana shundan tez-tez qilib bersangiz, oddiy sabzavotlardan salat mana. Mana bolalar juda ham suyib yeyishadi.
Mana barcha mahsulotlarni aralash qildim mana. Mana. Bilasizmi, mana shu qizili o'ta yuqib ketmasligi uchun hammasiga salatga o'ta qizil qilib yubormaslik uchun nima qilish kerak? Qizilchani to'g'raganingizdan keyin ustiga shu alohida tarelkaga to'g'rab qo'yganingizdan keyin ustiga 2-3 qoshiq o'simlik yog'ini sepib yuborib, aralashtirib, keyin qolgan mahsulotlarga aralashtirsangiz, o'ta qizarib ketmaydi salatingiz. Mana. Mana shunday ko'rinishda juda ham chiroyli salat bo'ladi. Azizlar, tayyorlang. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.